Yo, yirtib yuboribsiz aka. Endi futbolda endi yoshlikni eslaymiz deydi. Shu yoshda Ha endi gap yo'q bolamdan aka. shunaqa bo'ldida futbolni Qiyinchi 5LX. to'ppa to'g'ri. Xudo xolasa. Qo'yib yuboramizmi? Qo'yamiz endi sotish kerak aka. Bo'ldi, inshaalloh sotamiz. Aka, kech bo'lib qoldi. Qani xudo xolasa harakat qilamiz. Obunachilar videoga bitta like bosib qo'ysa, xudo xolasa, videoni repost qilib qo'ysa, o'z fikrlarini kommentariyada qoldirsa, o'zi shunaqa model ko'rganmisizlar yo'qmi? Qiyinchi 5LX ekan do'stlar. 2 zapas kod. 502 zapas kod. Nechinchi yil aka? 22 yili. 22. Qancha yurgan? 35600 mi shunaqa bo'ldi. Halol o'zini aka sizni vaqtingizni olmaymiz. Nech pulga berasiz aka? Endi mo'ljal 21,5 bilan mo'ljallayapmiz endi jigarim. Kelishda berasizmi? Bitta obzor qilib chiqaman. Mayli endi. Bo'ladimi? Bitta obzorni ko'raylik. Xo'p, Qiyinchi 5LX ekan do'stlar. 502 zapas xod. Mashinani kattaligi lekin bor, 2009 dan ham katta. Xo'p. Ultrasimi? Xo'p. Lekin obshivkalar вообще zo'r ekan. Sidinaning holatlari, lyuklari вообще zo'r. Xo'p, rullarni qaranglar, matvi turishini. Voy vo, namuncha bu monitorlari ko'p-ey. Aka, monitor вообще ko'p bu, ha? Gap bo'lishi mumkin emas aka. Orqalari ham. Bu 5 tali ham esda aka? 5 tali. Bitta videoga like bosib borib, hozir srochniy banglatib yuboraylik shu mashinani. Aka, yangisi nech pul turadi? Yengisi 33,5 ming turadi. Aka, keling. 18 mingga qo'yib yuborsak, nima deysiz aka? Yo, jekamayib ketdi. Qo'lingizga ozor berib qo'ydim-a? Endi ancha ziyon bo'lib qoladi. Aka, hozir ko'rib o'rganib chiqdim. 21 ga ham qo'yilgan, 20,700 ga ham qo'yilgan. Bor. Endi bu yerda arzon bo'ladi aka. Bo'ladigan narxini qo'yaylik. Nech pul? Endi bizga yo sotilishi zarur, xudo xolasa. Ayting aka. 19 qo'yaylik. 18,5 qo'yaylik aka. Yo, sal. Bo'ladimi? Og'irlik bitadi jigar. 200 so'm qo'shaman. 18,700. Bo'ladimi aka? Bo'ldi, siz Xudo qo'yaveramiz. xolasa sotiladi. Inshaalloh. Baraka. Joy sog' bo'lsin. Mashaka moshalarini sotaylik. Videoga bitta like bosib, 18,700 ga 2022 kraskasi toza bosib yuboradigan joy.